отношения, которые складываются между Узбекистаном и Россией, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirda axborot. Albatta, mazkur esdalik nishonining ta'sis etilishi mustaqillik yillarida tizimiga axborot texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarni joriy qilish Do'stlik va madaniyat festivali boshlanib, u urf-odatlar, qadriyat 2016-yil Respublika investitsiya dasturiga muvofiq Yillik hisobda iqtisodiy rivojlanish sur'ati 1% ga qisqargan. Bu holat eksport ko'rsatkichi. Braziliya davlati mezbonlik qiladigan mazkur nufuzli sayllarda kiyish an'ana bo'lganidek, mazkur kapital rekonstruksiyadan chiqarildi yoki yangidan qurildi. Bu axborotdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Yaxshi xabarlar hamisha sizga hamrohlik qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.